6 oylik qizimga sutdan tashqari 4 yoki 3 mahal qo'shimcha ovqat beraman va shu qo'shimcha ovqatlarimni qanaqa qilinish jarayoni sizlar bilan bo'lishib bormoqchiman. Birinchi usuli sabzi, kartoshka, tovuq go'shtini yarim soat past olovda ezilib ketguncha pishirib olamiz. Pishib bo'lgach, blender yordamida yaxshilab ezib, pyure holatiga keltirib olamiz. Ikkinchi usuli 100 g losos balig'i, kartoshka, brokolini o'rniga kavachka so'sanglar ham bo'ladi. Buni ham ezilib ketguncha yaxshilab qaynatib olasizlar. Pishib bo'lgach, blender yordamida buni ham pyure holatiga keltirib olamiz. Mana shu blenderda Xitoydan zakaz qildim, qizim uchun maza qilib ishlatyapman. Uchinchi usuli mevalardan qilishni o'rgataman. Men nokdan foydalandim. Xohlasangiz olma, boshqa mevalarda xuddi shunaqa parda bitta qaynatib, blenderda buni ham pyure holatiga keltiramiz. Bu qo'shimcha ovqatlarni qizimga 4 oyligidan berishni boshlaganman. 6 oygacha sabzavot mevalarni pyuresini berganman. Hozir go'shtli mahsulotlarni qo'shdim. Faqat mol go'shti bermaysizlar, mol go'shtini 1 yoshdan keyin berishni boshlaysizlar. Ko'rib turganingizdek, qizimga nima ovqat qilib bersam maza qilib yeydi. Siz ham farzandingizga 4 oyligidan qo'shimcha ovqatlar bermoqchi bo'lsangiz, birinchi kam-kamdan bering, reaksiyasini ko'ring. Hech qanaqa toshmasa, keyinchalik bemalol beraversangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shu kabi foydali videolarni mana profilimdan topasiz.